Bugun men sizlarga pensionerlar uchun kuchga kirayotgan yangi cheklovlar va talablar haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, chet elda ishlayotgan qarindoshlariga, pensiya olayotgan, nafaqa rasmiylashtirayotgan yoki yaqin kunlarda hujjat topshirishni rejalashtirayotgan insonlarga bevosita tegishli. Chunki bitta kichik xato pensiya to'lovining kechikishiga, vaqtincha to'xtatilishiga yoki ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda, murakkab huquqiy iboralarsiz qanday holatlarda pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerakligini, qaysi cheklovlar kimlarga taalluqli ekanini, kimlar xavotir olmasligi mumkinligini va eng muhimi, muammo chiqmasligi uchun hozirdan nima qilish kerakligini birma-bir tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha odamlar kech bilib qolganda muammo tug'diradi. Avval vaziyat qanday edi? Ko'p pensionerlar pensiyasini har oy bank kartasiga yoki naqd pul shaklida olib kelishardi. Ayrim holatlarda hujjatlar eski tartibda yurardi. Yashash manzili o'zgargan bo'lsa ham ko'pchilik bu haqda vaqtida xabar bermasdi. Kimdir chet elga ketgan farzandining uyida bir necha oy yashab kelardi, kimdir boshqa viloyatga ko'chib o'tardi. Lekin pensiya hujjatida eski manzil qolaverardi. Ba'zi pensionerlar esa ishlashni boshlaganini, qo'shimcha daromad olayotganini yoki bank hisobida o'zgarish bo'lganini tegishli idoralarga bildirishni shart deb o'ylamasdi. Endi esa nazorat kuchaymoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, pensiya to'lovlari, shaxsiy ma'lumotlar, yashash joyi, bank kartalari, ijtimoiy maqom va ayrim holatlarda daromadlar bo'yicha ma'lumotlar elektron tizimlar orqali tekshiriladi. Bu degani, pensionerning ahvoli avvalgidek faqat qog'oz hujjat bilan emas, balki bazalar orqali ham solishtiriladi. Agar ma'lumotlar bir-biriga mos kelmasa, tizim savol tug'diradi. Savol tug'ilsa, to'lov vaqtincha ushlab turilishi, qo'shimcha hujjat so'ralishi yoki pensioner idoraga chaqirilishi mumkin. Men bu yerda hammaga bir narsani aniq aytmoqchiman. Bu har bir pensionerning pensiyasi kamaydi degani emas. Bu hamma odamdan pul qaytarib olinadi degani ham emas. Gap asosan tartibni kuchaytirish, noto'g'ri to'lovlarning oldini olish, bir odam nomiga ikki xil imtiyoz noto'g'ri rasmiylashib ketmasligi, vafot etgan yoki doimiy yashash manzili o'zgargan shaxs nomiga to'lov davom etmasligi kabi holatlar haqida ketmoqda. Lekin oddiy pensioner uchun muhim jihat shuki, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash manzilingiz amaldagi holatga mos bo'lsa, qo'rqishga asos kam bo'ladi. Birinchi muhim masala yashash joyi va ro'yxatdan o'tish ma'lumotlari. Agar pensioner bir hududda ro'yxatda turib, aslida boshqa hududda uzoq muddat yashayotgan bo'lsa, bu holat albatta aniqlashtirilishi mumkin. Masalan, Toshkent viloyati ro'yxatda turgan 68 yoshli otaxon Farg'onadagi farzandining uyida 1 yildan beri yashayapti. Pensiya esa eski manzil bo'yicha rasmiylashtirilgan. Avval bu masala ko'p hollarda e'tibordan chetda qolgan bo'lishi mumkin edi. Endi esa tibbiy muassasa, bank operatsiyalari, mahalla ma'lumotlari yoki boshqa elektron bazalar orqali odamning amaldagi yashash joyi haqida savol tug'ilishi mumkin. Bu holatda pensiya butunlay bekor qilinmaydi, lekin pensionerdan manzil bo'yicha aniqlik kiritish so'raladi. Ikkinchi masala bank kartasi va hisob raqamlari. Ko'pchilik pensionerlar pensiyasini karta orqali oladi. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, karta boshqa odam qo'lida bo'lsa yoki pensioner o'zi pulni olmay, doim boshqa shaxs yechib olayotgan bo'lsa, bu ham savol tug'dirishi mumkin. Masalan, onaxonning pensiyasi har oy 1.400.000 so'm bo'lsin. Karta esa o'g'lida turadi va barcha pulni o'g'li yechib oladi. Onaxon rozi bo'lishi mumkin. Lekin agar keyin oilada nizo chiqsa yoki onaxon o'z pulini ola olmayotganini aytsa, bank va pensiya idoralari bu holatni tekshirishi mumkin. Shuning uchun men har doim tavsiya qilaman. Karta egasining o'zida bo'lsin. PIN kod begonalarga aytilmasin. Zarurat bo'lsa ishonchnoma qonuniy rasmiylashtirilsin. Uchinchi masala tiriklikni tasdiqlash va shaxsni aniqlash. Bu ayniqsa chet elda yashayotgan yoki uzoq muddat boshqa joyda bo'lgan pensionerlar uchun muhim. Agar pensioner bir necha oy bank kartasidan pul yechmasa, idoralarga murojaat qilmasa, tibbiy yoki mahalla bazalarida uzoq vaqt ko'rinmasa, tizimda shaxs holatini aniqlash zarurati paydo bo'lishi mumkin. Misol uchun 72 yoshli pensioner
Rossiyadagi farzandinikiga 6 oyga ketdi. Pensiya kartaga tushib turibdi. Pulni esa qarindoshi O'zbekistonda yechmoqda. Bu holat qonuniy vakolat bilan rasmiylashtirilmagan bo'lsa, keyin muammo bo'lishi mumkin. Chunki pensiya shaxsning o'ziga tegishli to'lov hisoblanadi va uni boshqalar faqat qonuniy asosda olishi kerak. 4-chi masala ortiqcha to'lovlar. Ba'zan odamning maqomi o'zgaradi, lekin idoraga xabar berilmaydi. Masalan, nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'ladi, lekin vaqtida bormaydi. Yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan farzand o'qishni tugatadi, lekin bu haqda ma'lumot o'z vaqtida yangilanmaydi. Natijada to'lov yana bir necha oy davom etadi. Keyin tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, odam aslida bu davr uchun to'lov olish huquqiga ega bo'lmagan. Shunda ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi chiqadi. Bu juda og'riqli holat. Chunki odam pulni allaqachon ishlatib yuborgan bo'ladi. Shuning uchun men har bir o'zgarishni hatto mayda tuyulsam o'z vaqtida bildirish kerak deb hisoblayman. 5-masala ishlayotgan pensionerlar. Ko'p odamlar so'raydi. Pensioner ishlasa, pensiyasi to'xtaydimi? Har doim ham yo'q. Yoshga doir pensiya olayotgan ko'plab odamlar ishlashi mumkin. Lekin ayrim turdagi imtiyozlar, qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar yoki maxsus nafaqalar daromad va ish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, bir pensioner oyiga 20 million takin sut 1000 so'm pensiya oladi va qo'shimcha ravishda yarim stavkada qorovul bo'lib ishlaydi. Bunday holatda uning asosiy yoshga doir pensiyasi odatda saqlanadi. Lekin agar u kam ta'minlanganlik asosidagi yordam, kommunal kompensatsiya yoki boshqa ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsa, ish haqi hisobga olinishi mumkin. Demak, muammo pensiyaning o'zida emas, balki qo'shimcha yordamlar shartlarida bo'lishi mumkin. 6-masala bir nechta to'lovni bir vaqtda olish. Ayrim pensionerlar bir vaqtning o'zida pensiya, nafaqa, kompensatsiya, parvarish puli yoki boshqa ijtimoiy to'lovlarni oladi. Har bir to'lovning o'z sharti bor. Misol uchun, taqvim yoshdan oshgan shaxsga qarovchi sifatida bir kishi rasmiylashtirilgan bo'lsa, u odamning ish holati, bandligi yoki boshqa majburiyatlari tekshirilishi mumkin. Agar qarovchi sifatida pul olayotgan shaxs aslida boshqa joyda to'liq stavkada ishlayotgan bo'lsa, savol tug'iladi. U haqiqatan ham parvarish qilyaptimi? Bu holatda to'lov qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun qarov puli, nogironlik bo'yicha yordam, ijtimoiy nafaqa kabi to'lovlarda shartlarni alohida tekshirish zarur. Men birinchi navbatda quyidagi pensionerlarga e'tiborli bo'lishni maslahat beraman. Birinchisi, yashash manzilini o'zgartirganlar. Agar siz boshqa viloyatga, boshqa tumanga yoki farzandingiznikiga doimiy yashash uchun ko'chgan bo'lsangiz, hujjatlaringizni moslashtiring. Ikkinchisi, chet elga uzoq muddat ketayotganlar. 1-2 haftalik safar muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin bir necha oy yoki undan ko'proq vaqt chetda bo'lsangiz, pensiya olish tartibini oldindan aniqlashtiring. 3-si, kartasini boshqa odamga berib qo'yganlar. Bu eng ko'p uchraydigan xavfli holatlardan biri. 4-si, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, kam ta'minlanganlik yoki parvarish asosida to'lov olayotganlar. Bu to'lovlarda shartlar ko'proq va tekshiruv ham aniqroq bo'ladi. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar siz yoshga doir pensiyani qonuniy rasmiylashtirgan bo'lsangiz, pasport ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz mos bo'lsa, bank kartangiz o'zingizda bo'lsa, har oy pensiyani o'zingiz olib tursangiz va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha yashirin holat bo'lmasa, katta xavotirga sabab yo'q. Lekin shunday bo'lsa ham hujjatlarni tekshirtirib qo'yish foydali. Chunki ba'zan muammo odamning aybi bilan emas, bazadagi texnik xato, eski familiya, yangilanmagan pasport raqami yoki noto'g'ri kiritilgan manzil sababli chiqadi. Birinchi misol. O'g'ildan 5 yoshli ayol kishi pensiyasini har oy kartasiga oladi. Kartaning muddati tugagan, lekin u buni bilmaydi. Bankdan yangi kart olishga bormaydi. 2 oy pensiya tushmayotgandek tuyuladi. Aslida to'lov hisobga kelgan bo'lishi mumkin, lekin karta faol emasligi sababli u foydalana olmaydi. Onaxon pensiya bo'limiga boradi, u yerda bankka murojaat qilish kerakligi aytiladi. Agar u oldindan kartaning amal qilish muddatini tekshirganida 2 oy sarson bo'lmasdi. Ikkinchi misol. 7 yoshli otaxon Qashqadaryoda ro'yxatda, lekin Toshkentda qizining uyida yashaydi. Mahallada eski manzilda uni hech kim ko'rmaydi. Tekshiruv paytida otaxon qayerda yashayotgani aniqlashtiriladi. Agar otaxon vaqtincha yashayotganini hujjat bilan ko'rsatsa yoki manzilni rasmiy tartibda yangilasa, masala hal bo'ladi.
Agar hech qanday izoh bermasa, to'lov vaqtincha tekshiruvga tushishi mumkin. 3-misol. Nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaro qayta tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak edi. U belgilangan sanani o'tkazib yubordi. 3 oy o'tgach to'lov to'xtadi yoki qayta hisob-kitob masalasi chiqdi. Odam hayron bo'ladi. Men kasal bo'lib yuribman, nega to'xtadi? Sabab kasallikning yo'qligida emas. Qayta tasdiqlash hujjati vaqtida topshirilmagan edi. Shuning uchun nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa oluvchilar sanalarga juda jiddiy qarashi kerak. 4-misol. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba o'qishni tugatdi, lekin to'lov davom etdi. U buni davlat beryapti demak mumkin deb o'yladi. 1 yil o'tgach, tekshiruvda o'qish tugagan sana aniqlanadi va ortiqcha to'langan pulni qaytarish so'raladi. Bu yerda odamning niyati yomon bo'lmasligi mumkin, lekin huquqiy jihatdan u o'zgarishni bildirishi kerak edi. Natijada oilaga og'ir moliyaviy yuk tushadi. 5-misol. Pensioner erkak ishlashni boshlaydi. U yoshga doir pensiya olgani uchun asosiy pensiyasi davom etadi. Lekin u bir vaqtning o'zida kam ta'minlangan oilalar uchun beriladigan yordamni ham olayotgan bo'lsa, yangi ish haqi oilaning umumiy daromadiga ta'sir qiladi. Keyin yordam qayta ko'rib chiqiladi. Bu odam men pensionerman. Nega yordam kamaydi deb o'ylashi mumkin. Sabab shuki, yordamning sharti pensiya yoshi emas, oilaning real daromadi bilan bog'liq. Endi juda muhim nozik masalalarga o'tamiz. Birinchisi, hamma cheklov ham hamma pensionerga bir xil qo'llanmaydi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, parvarish puli va kompensatsiya bir xil narsa emas. Odamlar ko'pincha bularning hammasini pensiya deb ataydi, lekin qonuniy shartlari farq qiladi. Shuning uchun qo'shningizga bir tartib qo'llangani sizga ham albatta qo'llanadi degani emas. Ikkinchi nozik jihat rasmiy va norasmiy daromad. Agar pensioner kichik savdo qilsa, chorva boqsa, tomorgadan daromad olsa, bu har doim ham pensiyani to'xtatadi degani emas. Lekin ayrim ijtimoiy yordamlar uchun oilaning daromadi hisoblanadi. Masalan, pensioner onaxonning o'zi 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. O'g'li 3 million so'm maosh oladi. Kelin ham ishlaydi. Ular kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam so'rasa, oilaning umumiy daromadi tekshiriladi. Demak, bu yerda faqat pensionerning yoshi emas, butun oilaviy vaziyat ahamiyatga ega bo'ladi. 3-jihat ishonchnoma masalasi. Agar pensioner kasal bo'lsa, yura olmasa yoki bankka borishga qiynalsa, uning nomidan boshqa odam pul olishi mumkin. Lekin bu og'zaki kelishuv bilan emas, qonuniy ishonchnoma bilan bo'lgani ma'qul. Ishonchnoma notarial tartibda rasmiylashtirilsa, keyinchalik kim pulni oldi, nima asosda oldi degan savollar kamayadi. Ayniqsa aka-uka, opa-singillar o'rtasida meros yoki qaror masalasida nizo chiqsa, bunday hujjat juda muhim bo'ladi. 4-jihati pensionerning vafoti haqida xabar berish. Bu nozik, lekin aytish shart bo'lgan mavzu. Agar pensioner vafot etsa, oila a'zolari bu haqda tegishli tartibda xabar berish kerak. Ba'zan pensiya kartaga yana tushib qoladi va qarindoshlar uni yechib ishlatadi. Keyin bu ortiqcha to'lov deb topilib, qaytarish talab qilinishi mumkin. Bu holat juda ko'p kelishmovchilikka sabab bo'ladi. Shuning uchun bunday vaziyatda idoraga vaqtida murojaat qilish to'g'ri yo'l. 5-jihat. Hujjatlardagi mayda xatolar. Pasportdagi ism bir xil, pensiya hujjatda boshqa imlo bilan yozilgan bo'lishi mumkin. Masalan, Gulchehra bir joyda Gulchehra deb yozilgan. Tug'ilgan sana bir bazada 1922 yil. Boshqasida 1959 yil bo'lib qolgan. Bunday xatolar avval sezilmasligi mumkin, lekin elektron tekshiruv kuchayganda muammo tug'diradi. Shuning uchun men pensionerlarga pasport, pensiya guvohnomasi, bank ma'lumotlari va manzil ma'lumotlarini bir-biriga solishtirib ko'rishni maslahat beraman. Eng katta xato menga tegishli emas deb beparvo yurish. Aslida tizimdagi xato hech kimdan so'rab kelmaydi. To'lov kechikkanda yoki to'xtaganda odam yugurishga majbur bo'ladi. Ikkinchi xato hujjatlarni farzandlarga berib qo'yib o'zi bilmaslik. Pensioner o'z pensiyasi miqdorini, qaysi bankdan olishini, kartaning muddati qachon tugashini, qaysi idorada ro'yxatda ekanini bilish kerak. 3-xato telefon raqamini yangilamaslik. Ko'plab xabarnomalar SMS orqali kelishi mumkin. Agar eski raqam yopilgan bo'lsa yoki boshqa odam nomida bo'lsa, muhim xabar yetib bormaydi. 4-xato tekshiruvdan qo'rqib idoraga bormaslik. Aksincha, agar sizda savol bo'lsa, o'zingiz birinchi bo'lib borib aniqlashtiring. Idoraga borganingiz muammo bor degani emas.
Bu o'z huquqingizni himoya qilish degani. 5-xato qo'shni yoki tanishning gapiga ishonib qaror qilish. Falonchining pensiyasini kesishibdi. Endi hammadan kesarkan degan gaplar ko'pincha noto'g'ri bo'ladi. Har bir holatning sababi boshqa bo'lishi mumkin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, nogironlik yoki boshqa imtiyoz bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlarni bir joyga yig'ing. Har bir hujjatdagi ism, familiya, tug'ilgan sana va shaxsiy raqam bir xil yozilganini ko'ring. Agar farq bo'lsa, uni keyinga qoldirmang. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati qachon tugaydi? Karta faolmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Karta o'zingizdami yoki boshqa odam qo'lidami? Shularni aniqlang. Agar karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. Agar karta farzandingizda bo'lsa, lekin siz o'zingiz pulni ola olmayotgan bo'lsangiz, buni jiddiy masala deb biling. Pensiya sizning shaxsiy daromadingiz, uni qanday ishlatishni siz hal qilasiz. Uchinchi qadam, yashash manzilingizni tartibga keltiring. Agar doimiy yoki uzoq muddat boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, mahalla, migratsiya yoki tegishli idora orqali qanday rasmiylashtirish kerakligini so'rang. Men shunchaki farzandimnikidaman degan gap hayotda tushunarli. Lekin hujjatda ham aniqlik bo'lishi kerak. Ayniqsa pensiya hujjatlari eski manzil bilan bog'liq bo'lsa, bu masalani cho'zmaslik kerak. 4-qadam, agar siz nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki parvarish bo'yicha to'lov olayotgan bo'lsangiz, muddatlarni yozib qo'ying. Qayta ko'rik qachon? O'qish ma'lumotnomasi qachon yangilanadi? Qarovchi shartlari qanday? Bularni alohida daftar yoki telefoningizga yozib qo'ying. Men har doim aytaman, pensioner uchun eng oddiy daftar ham katta muammoning oldini olishi mumkin. Unda pensiya tushadigan sana, bank telefoni, idora manzili, kerakli hujjatlar ro'yxati yozib qo'yilsa, sarsonlik kamayadi. 5-qadam, idoraga murojaat qilganda arizani yozma shaklida topshiring. Agar pensiya kechiksa, nega tushmadi deb og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Arizada ism, familiyangiz, pasport ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, muammoning mazmuni va talabingizni yozing. Masalan, pensiya to'lovining kechikish sababi haqida ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizani topshirganda qabul qilingani tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini olishga harakat qiling. 6-qadam, ortiqcha to'lov haqida talab kelsa, vahimaga tushmang. Avvalo hisob-kitobni so'rang. Qaysi oylar uchun? Qaysi asosda? Qancha summa ortiqcha deb topilganini yozma ravishda bilib oling. Agar rozi bo'lmasangiz, tushuntirish yozing, hujjatlaringizni ilova qiling. Zarur bo'lsa, yuqori turuvchi idoraga yoki huquqiy maslahatga murojaat qiling. Ba'zan xato tizimda bo'lishi mumkin. Ba'zan esa odam haqiqatan ham hujjatni vaqtida topshirmagan bo'ladi. Har ikki holatda ham aniq hisob-kitob kerak. 7-qadam, yaqinlaringiz bilan ochiq gaplashing. Farzandlar, kelinlar, kuyovlar, nevarlar pensionerning kartasi, hujjati va pensiya huquqiga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish kerak. Men ko'p ko'rganman. Pensioner o'zi hech narsani bilmaydi. Karta boshqa odamda, pul boshqa odam tomonidan ishlatiladi. Keyin muammo chiqsa, hamma bir-birini ayblaydi. Bunday bo'lmasligi uchun hamma narsa qonuniy, ochiq va pensionerning roziligi bilan bo'lish kerak. Agar pensiya bo'yicha savol tug'ilsa, birinchi navbatda yashash joyingizdagi pensiya masalalari bilan shug'ullanuvchi bo'limga murojaat qiling. Bank kartasi bilan bog'liq muammo bo'lsa, avval bankka boring. Chunki ba'zan pensiya tushgan bo'ladi. Lekin karta yoki hisob bilan bog'liq texnik sabab tufayli puldan foydalana olmaysiz. Yashash manzili bo'yicha savollar uchun mahalla yoki migratsiya bo'limi orqali aniqlik kiriting. Nogironlik bo'yicha hujjatlar tibbiy ijtimoiy ekspertiza tartibiga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun belgilangan sanalarni o'tkazib yubormang. Murojaatga borganingizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi yoki hisob ma'lumoti, telefon raqami, agar kerak bo'lsa tibbiy hujjatlar, o'qish ma'lumotnomasi, ishonchnoma yoki qaror bilan bog'liq hujjatlarni olib boring. Agar muammo aniq bo'lsa, masalan, pensiya 3 oydan beri tushmayotgan bo'lsa, qaysi oydan boshlab tushmaganini yozib oling. Idora xodimiga pul tushmayapti deyishdan ko'ra, 2025 yilning yanvar, fevral va mart oylari uchun to'lov bo'yicha aniqlik kiritmoqchiman deb aniq aytsangiz, masala tezroq ko'riladi. Men sizlarga yana bir narsani alohida ta'kidlayman.
Hech qachon notanish odamga pasport nusxangizni, karta raqamingizni, SMS kodni, PIN kodni bermang. Pensiyangizni oshirib beraman, cheklovni olib tashlayman. Bazaga kiritib qo'yaman degan firibgarlar ham uchrab turadi. Davlat idoralari yoki bank xodimlari sizdan SMS kodni so'ramaydi. Agar kimdir telefon qilib kod ayting desa, darhol aloqani uzing. Pensionerlar ishonuvchan bo'lgani uchun firibgarlar aynan shu qatlamni ko'p nishonga oladi. Yangi tartiblarning maqsadi nazoratni kuchaytirish bo'lsa ham, bundan foydalanib odamlarni qo'rqitadiganlar ham chiqadi. Pensiyangiz yopilib qoladi, menga pul bering, hal qilib beraman degan gaplarga ishonmang. Har qanday masalani rasmiy idora orqali yozma murojaat bilan qonuniy hujjat asosida hal qiling. Agar sizning huquqingiz bo'lsa, uni hech kim shunchaki olib qo'ya olmaydi. Lekin huquqni himoya qilish uchun hujjat, dalil va vaqtida murojaat qilish kerak. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensionerlar uchun nazorat va hujjatlarni tekshirish tartibi kuchaymoqda. Shuning uchun har pensioner o'z ma'lumotlarini tartibga keltirishi kerak. Eng muhim masalalar yashash manzili, bank kartasi, shaxsiy hujjatlar, qo'shimcha to'lovlar, nogironlik yoki parvarish bo'yicha muddatlar va ishonchnoma bilan bog'liq. Hamma pensionerning pensiyasi kamayadi yoki to'xtaydi degan gap noto'g'ri. Lekin hujjatda xato, manzilda nomuvofiqlik, karta bilan muammo yoki o'zgarishlarni yashirish bo'lsa, to'lov vaqtincha tekshiruvga tushishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni bir ko'zdan kechiring. Bank kartangizni tekshiring. Yashash manzilingiz mosligini aniqlang. Agar qo'shimcha nafaqa yoki yordam olayotgan bo'lsangiz, uning shartlarini qayta so'rab biling. Shunda ertaga kutilmagan muammo chiqsa, sarson bo'lmaysiz. Agar bu ma'lumot siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozib qoldiring. Sizning hududingizda pensionerlardan qanday hujjatlar so'ralyapti? Pensiya to'lovlarida kechikish bo'lyaptimi yoki hammasi joyidami? Sizning izohingiz boshqa pensionerlarga ham yordam berishi mumkin. Men esa keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman.